Ko'pchilik mashinasiga subwoofer qo'yish iloji joyi egallab qo'yadi, keyin juda kuchli beraveradi bassi, ba'zida yoqmaydi deyishadi. Subwoofer o'rnini bosadigan sifatli kolonka ko'rsataman. Bitta ko'rasizlar. Kenut 700 talik Botex kolonkasi. Kolonkani o'ziga bitta ahamiyat berasizlar. Nima deyapti bu kolonkamiz? Bitta qaranglar katushkalarni. Original kolonka, ustidagi setkalarga bitta baho berasizlar. Shundoq qo'yasizlar. Prosta ideal turadi mashinada. Endi bu kolonkani chiqarish uchun, ovozni ya'ni %100 chiqarish uchun har xil usilitllar qo'yib bo'lmaydi. Buni usilitli, ya'ni qotili deb aytamiz, Pioneer 5702. Mana shu usilitni qo'yasizlar, ishoninglar, mashinaga hech qanaqa subwoofer keragi yo'q. Kimga shunaqa original sifatli narsa kerak bo'lsa, pastda raqam qoldiramiz. Albatta qo'ng'iroq qilinglar. Manzil Sergeli mashina bozor 5-2 blok 15-do'kon. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlari bizada mavjud.